Salonda ham bunaqasi bo'lmagan. Boshlang'ich to'lovsiz birinchida emas, ikkinchida emas, uchinchida emas, to'rtinchi va beshinchida emas. Okalar, 6-da emas, 7-da emas, bo'lsin 8-da emas. Xalqimizga bo'lsin 9-da emas, 10-da emas va 11-da emas. Xullas 11 emas, boshlang'ich to'lovsiz Xodiy avtodan kelib turib xarid qilsanglar bo'ladi. Mashinalar holatlari ideal, har bittasiga gaz ballonlariga tushuntirib qilib qo'yilgan. Gaz ballon qo'yilmagan bo'lsa, Xodiy avto tomonidan sizlarga metan gaz ballon podarka qilib yuboriladi. Boshlang'ich to'lovsiz mana shu 11 damasi bemalol kelib turib Xodiy avtodan xarid qilsanglar bo'ladi. Mashinalarning holatlari ideal, har bittasi kelasizlar, har bittasini haydab ko'rib, tomosha qilib, maza qilib, keyin haydab olib ketib turasiz. Xullas, bularni tochkalarga tashab qo'ysanglar ham, ukalar kuniga normalniy soqola qilib tashlasanglar bo'ladi. O'zingizlar cho'ng oldinglar. Boshlang'ich to'lovsiz Xodiy avtodan damaslar. O'zingizlarni uchun xarajatinglarni qilib yuborasizlar. Nomer, notarius, zapret u yoq bu yoq $850 atrofida ketadi. Viloyatdan keladigan bo'lsa, Toshkent shahar o'zida viloyat nomerlarigacha taqib berishga aqlimiz yetadi. Joningiz sog' bo'lsin, kuzatishda davom etinglar. Xodiy avto sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapti.